hikoya aytib bermoqchi edim. Bu hikoya bir sichqon haqida. Bir sichqon bor ekan, o'rmonda faqat dumini tikka qilib chopib yurar ekan-da u yoqdan bu yoqqa. Har doim dumi tik holatda bo'lar ekan. Uni ziyoni tegmagan nima qolmabdi, biror bir hayvon qolmabdi o'rmonda. Kimnidir uyini kemirib ketibdi, kimnidir taomini yeb ketar ekan. Xullas, bir shaklda hammaga ziyoni tegar ekanda uni. Keyin sher bir kuni hayvonlarni to'plabdi va debdiki, do'stlar, bu dumini tikka ko'tarib yuradigan sichqondan ziyon ko'rmagan hech kim qolmadi. Endi bir ish qilaylikda, uni bir shaklda jazolaylik. Desa, mushuk aytibdiki, podshohim, ruxsat bersangiz, biz sichqon bilan azaliy dushmanmiz. Agar ruxsat bersangiz, o'zim uni bir shaklda jazosini bersam. Ya'ni shu jazo qismini menga bering, alamimdan chiqaman deb ruxsat so'rabdi. Sher ruxsat beribdi, mushuk sichqonni qidirishga tushibdi. Daraxtlarning tagini, butalarning tagini, kovaklarni har joyini qidiribdi. Qarasa, bir daraxtning orqa tomonida tik turgan dumni ko'ribdi. Demak, dum tik turibdimi, u yerda sichqon bor. Sekin poylab boribdi-da. Shunday ushlayman desa, sichqon ko'rib qolib qochibdi. Sichqon qochibdi, mushuk quvibdi, sichqon qochibdi, mushuk quvibdi. Rosa halloslab quvlashmoqchi o'ynashibdi-da, keyin o'rmonlarning o'rtasida bir tekisliklar ham bo'ladi. Bir tekislik chiqib qolibdi. Sichqon qarasa, tekislikda bir sigir o'tlab yuribdi. Sigirning yoniga halloslab boribdi-da, "Ey sigir, menga yordam bermasang bo'lmaydi. Mushuk meni yeb qo'yadi. Nimadir bo'lgan shekilli meni quvyapti." Desa, sigir aytibdiki, "Nega men senga yordam berishim kerak? Sen menga ham ziyon bergansan-ku. Qanday qilib sen menga yomonlik qilasan-u? Men senga yaxshilik qilishim kerak." debdi-da. Sichqon aytibdi, qasam ichaman, boshqa hech qachon senga va seni avlodlaringga hech bir shaklda ziyon yetkazmayman. Meni shu mushukdan qutqarsang bo'ldi. Nima desang qilaman, bir umr xizmatingni qilaman debdi-da. Biroz bu qismi nimaroq bo'lishi mumkin, lekin baribir aytamiz. O'shanda sigir aytib